Pişiriq do'konlarida bir parchasini palonchi pulni bergan mal suzma tortini ayran tayyorlashni o'rgandik do'stlar. Tayyorlash usuli intayin oddiy, lekin ta'mi ajoyib yeyishli bo'ldi. Bir tal piyolani o'lcham qilib, mush piyol 1 piyol un, azroq shakar, 1 tal tuxum, yarim piyolni azroqroq sarmoy, azroq suvmay qo'yib yotgandan keyin mushta qo'limizning uchi bilan mijib, buni mush talqonlarga ekib olamiz. Men xamirga soda selishni unutib ekanman, hozir sevatim. Siz unning ustiga sevasanlar bo'ldimi? Qo'limiz bilan mushunda ulab talqonlarga ekib olgandan keyin ustiga azroq qatiq yoki sut qo'yib, xamir oldiga ekib olsak bo'ldi. Xamirimiz yumshoq, musholat kelgandan keyin birdam qo'yib, endi mas suzimizga azroq shakar, bir qoshiq iris qo'yib yotgandan keyin buni to'xtatmay aralashtiramiz. Agar tatbak tatlı yeyishni yoqtirsanlar, samsanlar bo'ldi. Aralashtirib, shunda qaymoqdek musholat kelgan vaqtda qo'yib, endi xamirimizni maylab tayyorlab olgan tort qilpiniki yoki shu pisa qilpi bo'lsin bo'ldi. Kichik solgandan keyin shuna qo'limiz bilan besib azroq girvak chiqarib olamiz. Anandan keyin ma tayyorlab olgan suzimizni xamirimizning ustiga elib, buni shunda paloq bilan yoki qo'shiqlar bilan degandek tekshi yüzünü tekshirib olsak bo'ldi. Yüzün bir qur silib devatgandan keyin buning cho'risiga mushtaq yong'oq meg'izi yoki pista badonning meg'izidan chechib bezak qilib olamiz. Agar yoqtirmasanlar, samsanlar bo'ladi. Shunda tayyorlab olgandan keyin o'shaningki gradusini 180 ga to'g'rilab yarim soat pishirib olsak bo'ldi. Vaqt to'shqandan keyin mana pishib musholat pishib chiqdi. Endi buni yarim soat atrofida sovutib, lisimizdan elib, shunda to'g'rab taqsilarimizga tizib, atiganlik nashtalarga intayin bek mos qildi. Mehmon kelganlar dasturxonimizga olsakmi yoki balalarimizga atiganlik nashtalarga tayyorlab bersak, intayin quvvatli ham intayin yeyishli bo'ldi. Oilada o'zinglar suzma tayyorlab, cho'qim bir itib yapaqinglarmi? Ta'miga oshiq bo'lib qolsanglar desam, cho'qim ishinglar ajoyib payz bo'lib ketdi.